Hammaga assalomu alaykum aziz birodarlar, musofir yurgan aka-ukalar. 14-aprel kuni Buxorodan chiqqan avtobus sog'-salomat Rossiya tamoyilasidan o'tib, Xudo xolasa Moskvaga qarab boryapmiz. Aziz vatandoshlar, keyingi reyslarimiz 23-aprelda. Kimda kim ketmoqchi bo'lsa ekranga nomini qo'ying. Qanaqa kelyapsiz, do'yi? Zakonni kelyapsizmi? Buxorodan chiqdingizlar, tamoyillarga problema bo'lmadimi? Ozgina kutish bo'ldi, ha? Ozgina kutish bo'ldi. Biron problema bo'lmabdi. Zo'r bo'ldi, zo'r zakon. Usloviya qanaqa ekan mashinga? Komfort. Ichi toza, yotib kelamiz. Ha. Qanaqa kelyapsiz, tog'a? Zakon yo'q. Aka bir tog'a qanaqa kelyapsiz? Qanaqa o'tdingiz tamoyillardan? Assalomu alaykum hammaga. Tropulo tomosha qiling. Nazardan kuma tamoyildan ham o'tdik. Sog'-salomat kerak edi. Choy ichsak. Biron problema bo'lmadimi? Yo'q. Ozgina kutish bo'ldi, ha, tamoyilga. Shunga kutdigidan urushdi. Yo'q, mana shunga bir soat Rossiya tamoyilasiga. O'niki. 1,5 soatda chiqib qoldik. Ko'p yemak. Biron problema bo'lmadi hech kimga. Hamma o'tdi. Avtobus ko'p edi. Da, men 8 soat bo'ldi. To'g'ri ham o'tdik. Rahmat uka, nachina bo'lib ketdidan to'g'ri esan, demaningiz olsa. Ha.